Yo'qsa raskopka 2-3larda o'qiganmi? Shunday raskopka shularga o'qiganman. Qanaqa natija olgansiz? Juda ham zo'r natijalar olganman. Zo'r natijalar olganman. Lola opam Samarqanddan keldilar, hozir ko'rinish xohlamayaptilar. Lola opam bizning ko'p kurslarimizda o'qib natija olgan ekanlar. Bugun Buxoroga konsultatsiya olish uchun kelganlar. Va raskopka 15 ga живой o'zimga to'liq qatnashmoqchiman. Va men so'rayapman, oldin raskopkada o'qiganingizda sizda va tanishlaringizda qanaqa natija bo'lgan? Men qo'shnilarimni ham tavsiya qilganman shu raskopkaga, siz darslaringizga, kurslaringizga tavsiya qilganman. Juda ham qo'shnilarimizni uylari palapartish ahvolda edi, to'g'risi. Ba'zi payt nima qilib, ba'zi payt rahmim kelib qaraydim. Hozirgi kunda juda ham chiroyli ahvolga kelgan, xursandman. Siz sababchi bo'lgansiz ularni. Shunday. Allohga shukr, sababchi qilgani uchun shukr. Keyingi hozirgi ochilayotgan raskopkaga ham yozilish uchun keldim. Siz o'zingizda nima natija bo'lgan bizga? Natijalar uylarim eskiroq edi, yiqitib qaytadan soldik. O'shani pul bo'lmagan bo'lsa ham qaysidir taraflardan pul kirib kelib, farzandlarim bilan kelishmovchilik joylarim bor edi, shular ochildi. Munosabatim zo'r bo'lgan farzandingiz bilan. Yaxshi, Allohga shukr. Ko'rishganimizda muammo bor edi. Muammolarim bor edi, shunday. Rahmat. Qizlar raskopkani juda ham yaxshi natijalarga erishasizlar, inshaalloh. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik kirib keladi. Rahmat opajon.